Bu darsimizda dasturlar sozlamasini ko'rib chiqamiz. Parametrga kiramiz. Приложение bor, приложениеga kiramiz. Mana shu yerdan biza kerakli programmalarni o'chirib tashlasak bo'ladi. Ustiga olib boramiz. Udalit chiqadi, udalitga bossak bu avtomatik o'chadi. Приложение по умолчанию. Bu nima degani? Bu biron bir faylni ochish uchun yo'naltirishimiz degani. Aytilgan rasmni mana shu ochsin degan ma'noda ko'rsatib qo'yganmiz. Buni xohlasak Paint'da ochishimiz mumkin, xohlasak boshqada ochishimiz mumkin yoki bo'lmasa videoni bunda ochishimiz mumkin yoki boshqa dasturda ochishimiz kerak. Shuni moslashtirib qo'yadigan joy. Bu bizga kerak emas. Приложение veb-sayti bu narsani o'chirib qo'yaveramiz. Bu kerak emas. Bu avtozagruzka. Eslangda bo'lsa, kompyuter yonganda qaysilari yonsin yoki qaysilari o'chsin shularni kerak. Mana shu yerga kirib ham biza bemalol o'chirib sozlab qo'ysak bo'ladi.